Real Madridda Sergio Ramosdan keyingi eng yaxshi sardor bu Federico Valverde bo'lsa kerak. Santiago Bernabeuda ham Real aniq favorit sifatida maydonga tushmagan paytlar bo'ldi. Ammo maydonda qo'lida sardorlik bog'ichi bilan jamoaning og'ir bosiq yetakchisi Federico Valverde turardi. Uning otasi qo'riqchi bo'lib ishlagan, onasi esa bozor rastasida kiyim sotardi. Biri kechasi, biri kunduzi ishlagani uchun ular bir kunda atiga 1 soatgina birga bo'la olishardi. Shunday qiyin bolalik Valverdeni juda erta ulg'aytiradi. U oilasining qadrini yaxshi bilardi va mas'uliyatni zimmasiga olardi. U do'stlarining, muxlislarining va klub prezidentining yana hushtak ostida qolishiga yo'l qo'ymadi. Atiga 22 daqiqada bir-birdan chiroyli gollar urib hat-trik qayd etdi. Bu mavsumda u 39 ta o'yinda 6 ta gol hamda 12 ta assist bilan jami 18 ta golga bevosita hissa qo'shdi. Bir vaqtlar Villarreal futbolchisining turmush o'rtog'i uning homilador ayoliga til tekkizganida Valverde o'sha futbolchining yanoq suyagini sindirib qo'ygan edi. Bunday futbolchilarni haqiqiy erkak deyshadi. Videoni Real Madrid muxlislariga yuborib qo'ying va sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.